Ata-onamizni baqadigan vaqtida beqib olish kerak. Mo'riga eli yurib, ko'tira yurib, ajrni qaytarib olish kerak deb mushundaq to'layotgan odamlar bilan haqiqiy 80 dan oshgan mushundaq ota-onalar bilan 10 necha yil birga turib xizmatini qilayotgan mushundaq odamlar o'xshash bir turkum odamlarmi yo'qmi? Mening bir akam batda davomli mana deydi. Degan odam qilmaydi, qilgan odam demaydi deydi. Menimcha shu akamizdan degan to'g'ri. Bu 80 dan oshgan mo'ysbit ularninki holidan xabar olish unda oson ish emas. Ularninki yeydig'ini, ichdig'ini, bordigan yerlari bizga qat'iy o'xshamaydi. Uyda ularga ayrim tomoq qiladigan gap, choyni ayrim qaynatadigan gap. Qachon mallamga ketaman, qachon o'zimning yurtida yetib olaman, bugun a o'libdi, ma o'libdi, kunda mushig'am. Ular endi 80 dan eshib ketdi. Yalnız bir tal qaldı, o'zining mallisida turolmaydi. Cho'qim biz bilan birga turishga majbur bo'lib qoldi. Buni kunda qaqshab turdi. Mallamga ketaman deb yig'lab turdi. Ancha-muncha purab qoldi. Jo'yib qo'yay desam, mendan seskanda, mendan nomus qildi deb xijil bo'ldi. Ko'nglim mushundaq nazuk, avaylab, sipaylab gap qilishga to'g'ri kelib qoldi. Misher nurg'ulg'anlar deydi. Bu degan ota-onang tursa, bequvasang nim bo'ldi, chiroyli gap qilsang nim bo'ldi. To'g'ri. Lekin mushundaq mo'ysbitlar bilan 10 necha yil birga turib, ko'nglini 10 necha yil ayamoq, 10 necha yil jumaq, 10 necha yil ayrim tomoq qilib boqmoq bu baksat mushkul, baksat qiyin bir ish ma'u. U nurg'a odam qilolmaydi. Shuningcha haqiqiy mushundaq mo'ysbit ota-onasininki holidan xabar olayotgan o'zining yeshimi 50 da ish bo'lgan mushundaq ota-onalarimiz u dadin o'zi biladi. O'g'lining kallasida faqat men mush onamni beqish jarayonida silkib soldim, tillab soldim, o'zimni tutib ololmay qaqshab soldim deb mushundaq o'zini ayblab gunohkorlik tuyg'usining ichida yashaydi. U hargiz medius ko'rib, ota-onani beqish kerak, ota-ona deganlik manda xizmat qilib olish kerak degan gap uning og'ziga patmaydi. Lekin qiziqarlik yeri, mush ota-onasini beqiyotgan 50 yoshlik mush ota-onalarimizning qarindoshlari bundaq shularni jiq to'laydi. Har qitim mush uyga yig'ilganda, "Ukam, onamni ajab beqib olding, tiliklarini ajab elib olding, ota-ona degan munda beqish kerak, ota-ona degan munda xizmatini qilish kerak. Ayni vaqtim sen bakamroq deb, mandaq besimni berib qo'yib, shularni to'lab qo'yib chiqdi-da, mana bu mo'ysbit ota-onasini 10 necha yil yutlab yurgan odam, yana shu ota-onasi bilan qilib qoladigan gap. Albatta o kichik vaqtimizda fo'q-suduklarimizni aytib cho'ng qilgan bizning ota-onalarimiz beqishimiz kerakdi. Lekin har qanday vafodor odammi bu ota-onalarning fo'q-suduklarini adolash, uni 10 necha yil yuvib tarash jarayonida zerikdi, haridi, charchaydi. Bu intayin normal bir inkas. Lekin u bechoralar o'zining mushi inkasini haq deyolmaydi, deyishdan nomus qiladi. Hattoki ko'ngilda mushunda xiyol ko'tarilgandimi, nomus qilib, o'zini ayblab odam yo'q yerda yuziga qachatlab yashaydi. Shuningcha bular aksicha ota-onalarni baqili degan shuarni to'layolmaydi, og'ziga patmaydi. Aksicha ota-onalarni oyda, yilda bir berib yo'qlab qo'ydigan odamlar shunday shularni jiq to'laydi. Chunki u buning jafosini bilmaydi, lekin bu gapning keyinidagi sharpini nihoyat yaxshi biladi. Albatta men hargiz ota-onalarni boqmanglar, tashvitinglar, ular endi keraksiz yugib qoldi demoqchi emas. O'zining mo'ysbit ota-onalarini keyindan 10 necha yil agashtirib beqiyotgan mush odamniki qanchalik qiynalib, qanchalik zo'r qurbonlik berayotganligini tushunib qo'yinglar demoqchi xolos. Mushlarning o'zlarining turmushi batdi, bolalari batdi, nevaralari batdi. Shuningcha mushlarning uyiga kelganda bu ota-onalarni beqish kerak, yaxshi tilgini elib olish kerak deb bunday shuar to'lamay, charchab ketding afkan. Shu odam qarab qo'yolmay. Yolg'iz 10 necha yil qanday qarg'ansa afkan. Qandaq japalan beshingda o'tkazgansa singlim. Mandaq qiyinchilik, mushkulotini itirib qilib turgan gaplarni ko'proq tingla.